Bu narsani aytmasam ichim qizib ketyapti, to'g'risi. Endi Surxondaryo emas, o'zbekistonliklar maza qiladigan bo'ldi. O'zbekistonning barcha joyidan Surxondaryoga aynan shu joyga kelishadi. Mana bu sharsharani qarang. Turizm zona bo'lyapti. Nargi tomonlarni ham atdinli video qilib ko'rsataman. Mana bu joyni qarang. Chet eldagidek shisha oynalar, lift, mana bu yerdan lift tushadi tepaga. Qarang, mana bunaqangi lift tushadi. Bu prey. Liftdan chiqqaningizdan keyin mana bu yerda restoran bo'ladi. Restoran bo'lgandan keyin mana restorandan chiqib mana bu oyna yo'li bilan chet eldagidek. Endi bizning yurtimizga ham, bizning Surxondaryomizga ham chet eldan ham bemalol odamlar kelsa bo'ladi. Bu joyni kimlar qilyapti? Qaysi odamlar qilyapti? Mana shu akamiz shu yerda bosh-qosh bo'lib, shu yerni qurayotgan odamlardan biri. Shaxsan o'zlari kanatkaning ham egasi, Sangardakdagi restoranning egasi mana shu akamiz bo'ladi. Aka, xudo xolasa bu qancha paytda bitadi? Assalomu alaykum. Xudo xolasa bu keyingi yil shu paytda ishga tushadi. Buni hamma jihozlari Xitoyga tayyorlanyapti. Buni nasib bo'lsa ishi boshlangan, keyingi yil shu paytga liftga minamiz. Xudo xolasa. Restoranlar ham xudo xolasa 1 yilda bitadi. Restoranlar bilan qo'shilib 1 yilda foydalanishga topshiriladi. Rahmat aka, salomat bo'ling. Surxondaryoliklar uchun bu ajoyib yangilik. Nafaqat Surxondaryo, O'zbekiston uchun eng zo'r yangilik bo'ladi. Eng zo'r turizm zonalaridan biri bo'ladi. Nima sababdan? Bu yerda tabiiy hammasi, sun'iy emas. Mana bu atmosferalar hammasi tabiiy. Hammaga omad tilaymiz, xudo xolasa hammamiz yetkazsin shu kunlarga.